Doridan keyingi nojo'ya reaksiyalar dori vositasi tibbiy maqsadda belgilangan dozada qabul qilinganda yuzaga keladigan noxush va kutilmagan ta'sirlardir. Bunday reaksiyalar yengil yoki og'ir ko'rinishda namoyon bo'lishi mumkin. Yengil holatlar: ko'ngil aynishi, bosh og'rig'i, allergik toshmalar. Og'ir holatlar: inson hayoti uchun xavf tug'diruvchi holatlar, o'lim bilan yakunlanadigan holatlar. Nojo'ya reaksiyalar quyidagi omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Dori vositasining farmakologik xususiyatlari, bemorning yoshi, hamroh kasalliklar, boshqa dorilarni bir vaqtda qabul qilish, individual sezuvchanlik, dori vositalari va aholi xavfsizligini ta'minlash maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligining tegishli buyrug'iga asosan vazirlik tizimidagi barcha tibbiyot muassasalari, dorixonalar hamda dori vositalarini ishlab chiqaruvchi va realizatsiya qiluvchi tashkilotlarda dori vositalari va vaksinalar qo'llanilganda kuzatiladigan nojo'ya reaksiyalarni elektron tarzda qayd etish tizimi joriy etilgan va amaliyotga tatbiq etilgan. Mazkur tizim orqali har bir aniqlangan nojo'ya holat vakolatli organga onlayn tarzda yuboriladi. Xabarnomalar quyidagi rasmiy manbalar orqali taqdim etiladi. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi, Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi, vazirlikning rasmiy veb-sayti. Elektron xabarnomalarni yuborish muddatlari qat'iy belgilangan. O'lim yoki hayot uchun xavfli holatlarda 24 soat ichida, jiddiy nojo'ya reaksiyalarda 3 kun ichida, boshqa holatlarda 10 kun ichida